Sure Zuhruf tercümesi 1. ayetten başlap okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayman. Hamim. Roşen kitap bilen qasamki sizlarni onun ma'nosini tushunsin deb biz onu hakikaten Arapça Kur'an kıldık. Hakikaten o Levh-i Mahfuzda bizning dergahimizda muqimlashgan yuqori mertebelik hikmetlik kitaptır. Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganligingiz uchun sizlarga va'z nasihat qilishni, ya'ni Qur'onni nozil qilishni targ'ib qilamdik. Ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularga qandaq bir payg'ambar kelmasin, ular uni qavming seni masxir qilgandek masxir qildi. Ular ya'ni Makka kofirlaridan kuch-quvvatda ustun bo'lganlarni halok qildi. Ulardan kuch-quvvatda ustun bo'lganlarni halok qildi. Ilgirkilarning qissalari Qur'onda o'tdi. Agar sen ulardan osmonlar va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib, hammani bilguchi Alloh yaratdi deydi. Allah sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga yetib olishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. Allah bulutdan sizlarga ziyon yetkazmay, payda yetkazadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Onun bilan biz giya unmas, qaqas o'lik zaminni terildirdik. Sizlar mushundoq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabranglardan chiqarilisizlar. Allah mahluqotlarning butun turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Rabbinglarning ne'matini aslab bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Rabbimizning dargohiga qaytquchilarimiz degaysizlar. Ular farishtalarni Allohning qizlari deyish bilan Allohning bir qism bandalarini Allohning bir juz'i qilib oldi. Mundaq deguchi inson haqiqatan Allohga oshkora noshukrlik qilguchidir. Allah mahluqotdan o'z uchun qizlarni bola tutib, sizlarni o'g'illarga xos qildimi? Agar ularning biriga marhamatlik Allohga masal qilgan narsa, ya'ni qiz bola bilan bishorat berilsa, ya'ni xotinining qiz tuqqanligi xabar qilinsa, qayg'uga cho'mgan holda uning yuzi xardab ketadi. Ular Allohga zibu zinnat ichida cho'ng bo'ladigan munozirada maqsadini ochiq bayon qila olmaydigan qizlarni mansub qilamdi. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Allah farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan bildi? Ularning guvohligi, ularning nomi amaliga yozildi. Qiyomat kuni ular so'roq tortildi. Ular marhamatlik Alloh xolisa, biz ularga, ya'ni farishtalarga cho'qinmaydik dedi. Bu to'g'riliq ularning bilimi, ya'ni asosi yo'q. Ular faqat jo'ylaydi. Ularga biz Qur'ondan ilgari qandaqdir bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobga mahkam eslamdi. Undaq emas. Ular haqiqatan ota bobollarining bir xil diniga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning
undaq emas. Ular haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan menib hidoyat topquchidirmiz deydi. Shuningdek, sendan ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsakla, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Har payg'ambar o'z qavmiga ota-bobonglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yanala ota-bobonglarga ergishamsizlar dedi. Ular sizlar ilib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaragan. Öz vaqtida İbrahim otasiga va qavmiga aytdi. Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostla ado judaman. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. İbrahim kalima tavhidni avlodidan shirk keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. Belki men bular, ya'ni Makka aholisini bu ve bularning ota-bobolarini uzun ömür ve ne'matdan bahramand qildim. Taki ularga haq, ya'ni Qur'on ve ro'shan payg'ambar Muhammad alayhisalom kelgicha. Ularga haq, ya'ni Qur'on kelganda ular bu sehrdir. Biz haqiqatan uni inkor qilguvchimiz deyishdi. Ular bu Qur'on nemishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Taif adamlardan bir katta adamga nazil qilinmadi deyishdi. Rabbingning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ishqa solsin deb ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Rabbingning rahmeti ularning to'plagan narsallari, ya'ni pul mollaridan yaxshidir. İnsanlar kuffarlarning bayashat turmushini ko'rib, kufriga qiziqib, ularga qo'shilib, hammasi kufrida bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, marhamatlik Allohni inkor qilgan kishilarning o'ylarining o'gizlarini va uningga chiqadigan sho'tillarini kumushdan qilib beradi. Ularning o'ylarining ishiklarini va taxtlarini mo kumushdan qilib beradi. Ular taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Yuqoriqilarning ba'zisini oltindan qilib beradi. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Rabbingning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi noz ne'matlar taqvodorlarga xosdir. Kimiki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydigan, biz uningga shaytonni hukmron qilamiz. Shayton uni vasvas qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. Shak shubhisizki shaytonlar ularni, ya'ni ozg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sadi. Ular bo'lsa o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. Kafir odam hamrohi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chaqda hamrohiga: "Koshki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasidagi orliq bo'lsa-ekan, sen nima degan yomon hamroh? Chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding" deydi. Ularga dunyodagi chaqda zulm qilganliginglar, ya'ni shirik keltirganliginglar uchun bugun sizlarning azobda o'rtoq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi deyiladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen gaslarga anglata olamsan ya ko'rlarni to'g'ri yo'lga sola olamsan? Ya'ni kuffarlar gaslarga, ko'rlarga o'xshaydi. Oshkor gumrohlikda bo'lgan kishini hidoyat qila olamsan? Ularni jazolashdan ilgari seni elib ketsak, ya'ni vafot qildirsak,
vafatından keyin ularni cho'qim jazolaymiz. Yoki biz sana hayotingda ularga va'da qilgan azobni ko'rsatamiz. Biz shubhisizki ularga, ya'ni ularga azob qilishga qodirmiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sana vahiy qilingan Qur'onga chin esilgin. Sen haqiqatan to'g'ri yo'ldadirsan. Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'rilisizlar. Sendan burun biz avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab baqqinki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgani bormi? Biz haqiqatan Musoni Fir'avnga va uning tavalariga uning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan shonliq mo'jizalarimiz bilan avatdik. Musa Fir'avnga: "Men haqiqatan jami olamlarning Robbining seni va qavmingni bir Allohga ibodat qilishga da'vat qilish uchun avatgan elchisiman" dedi. Musa ularga bizning mo'jizalarimizni elib kelganda, ular nagahan mo'jizalarni masxir qilib kuldi. Ularga bir-biridan katta mo'jizalarni ko'rsatdik. Ularni kufrdan qaysun deb turli azoblar bilan jazoladik. Ular azobni ko'rganda: "Ey sehrgar, Rabbinga uning sana bergan duoyingni ijobat qilishdan iborat ahdi bo'yicha biz uchun duo qilsang, agar u duoying bilan bizdan azobni ko'tarib etsa, biz cho'qim iymon etamiz" dedi. Musaning duosi bilan ulardan azobni ko'tarib etganimizda nagahan ular ahdini buzib kufrda ching turdi. Fir'avn o'z qavmi ichida faxrlangan holda nido qilib aytdi: "Ey qavmim, Misrning podshohligi ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Mening bu buyukligimni ko'rmamsizlar? Balki men ochiq gap qila olmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhisalomdan yaxshiman. Nima uchun uningga osmondan oltin bileziklar tashlanmadi? Yoki nimishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelmadi?" Fir'avn qavmini go'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ular bizni darg'azab qilganda ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. Ularni biz kuffarlarning azobga tegishlik bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Isa alayhisalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xo'shalligidan so'ranchi selishib ketadi. Ular bizning ilohlarimiz yaxshimi yoki Isa'mi dedi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchunla keltirdi. Balki ular jidalxo'r qavmdir. U, ya'ni Isa, Nasoralar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandidir. Uni biz Isroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. U, ya'ni Isa albatta qiyomatning alomatidir. Uningga, ya'ni qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, menga ergishinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. Sizlarni shayton to'g'ri yo'ldan mengishdan to'smasin. Ya'ni shaytonning vasvasasiga aldanmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. Isa ro'shan mo'jizalar bilan kelib aytdi:
Sizlarga men hikmat ilib keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsalarning, ya'ni diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Allah haqiqatan mening Rabbimdir ve sizlarning mu Rabbinglardir. Onunğa ibadet qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Nasaralarning firqalari İsa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Zalimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan voy. Ular faqat qiyomatning o'zlari tuymagan holda ushtumtut kelishini kutdi. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat Allah uchun do'stlashgan taqvodorlar undaq emasdir. Ularga bandilarim, bugun sizlarga qo'rqinish yo'q, sizlar g'am andish qilmaysizlar deyiladi. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi. Ularga sizlar ayollaringlar bilan birga xo'shal-xuram holda jannatga kiringlar deyiladi. Ularga oltin legenlerde taam, oltin camlarda şarap tutuldu. Cennette köngülle tartıdığan, közle lezzetlenediğen nesile var. Sizler cennette mengü kalısılar. Sizler dünyada kılgan yaxşı emelinglar bilen varis bolgan cennet en şudur. Cennette nurgun türlük meyveler var. Onundan yeysizler. Günahkarlar, yani kuffarlar hakikaten devzak azabıda mengü kalgıçlardır. Ulardan azap birdenmi yenikiltilmeydi. Ular devzakta her kandak yaxşılıktan ümitsizlerdir. Ularga biz zulüm kılmadık. Ve lekin ular özleri zulüm kıldı. Ular, yani kuffarlar devzakka muakkil periştige, ey Malik, Rabbim bizge ölüm hüküm qilsin deb to'g'laydi. Malik, sizlar azobda cho'qim qolasizlar deydi. Biz sizlarga haqiqatan haq dinni keltirdik va lekin sizlarning ko'pchiliginglar haq dinni yomon ko'rguchilardir. Ular Muhammad alayhissalomga suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammad aleyhisselam'a yardım berişte bir işini qara qilamiz. Ular gumon qilmamdi ki biz ularning sirlarini ve pichirlashganlarini anglamaymiz. Hergiz undaq emas. Ular gumon qilamdi ki biz ularning sirlarini ve pichirlashganlarini anglamaymiz. Hergiz undaq emas. Onu anglab turibmiz. Bizning elçilerimiz, yani periştilerimiz ularning oldida ularning amellerini yezib turdi. Eğer mehriban Allah'ның balası bo'ladigan bo'lsa, men u balığı ibadet qilguvchilarning avvali bo'latdim degan. Osmonlarning va zaminning Robbi, arshning Robbi ularning so'zlaridan pokdir. Ularni, yani Mekke kuffarlarını gumrahlıklarda ve nadallıklarda koyup begin. Ular vədə qılanğan künige mulaqat bulğan kadar batıllıklarına çümsün ve dünyası bilen oynasın. Allah asmandımu ilahdır, zımındımu ilahdır. Allah hikmet bilen iş qılğıçıdır, hemmini bilgiçidir. Asmanlarının, zımınның ve ulanın arsideki neslilerinin padişahlığı ilkidi boğan zat kattıdır. Kıyametinin boluduğun vakti doğrusideki bilim hakikaten yalğız Allah'ın dergahididir. Sizler Allah'ın dergahıga qaytırlısılar. Ulanın Allah'ını koyup çokungan nersileri şefaat kılalmaydı. Fakat hak bilen guvaqlıq bergen, yani La ilahe illallah degen tili bilen etqanni, dili bilen hakiki bilgenler bunundan müstesna. Eğer sen ularni kim halq etkenlikini sorsan,
ular çoxum Allah deydi. Ular qandaqmı Allah'a ibadet qilishdan butlarga ibadet qilishga burilib ketidi. Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ның ey Rabbim bular hakikaten iman etmaydigan qavmdir degan sözünü bildi. Sen ulardan yüz örgin. Salam digin. Yani ularga beddua mı qilmagin, dinga davet mi qilmagin. Ular kelgüsüde küfrünün akıbetini bildi.